Assalomu alaykum hammaga. Yana xudo xolasa yana bir obyektimiz da kuxniy zakaz beradilar. Xudo xolasa tayyor bo'ldi yana. Ibrimizda kotel bor. Kotelimizni ishlatib yopib berdik. Bu yerda mo'ri bo'lgani uchun, avilarni ulay harakatini ettikni uchun qizishi bor, nasishi bor. Sirkulatsiya bo'lib, xudo xolasa hammasini dovulchikli qo'ydik. Yana kuxniyamiz. Yuqori korobkamiz 90 cm, har bir korobkamiz отдельный tortmalarimiz ham mexanizm vakuumning qo'yib berdik. 45 lik mexanizm bilan bellar ham keng, ichi cho'nqir. Bo'lib turganlaringizni akkuratli bo'lib. Birimizda o'chirchik bor ekan, gaz o'chirchikimiz. Hali endi qo'yadi ekanlar, shuning uchun mana mesta ochib netib berdik, taxlashtirib. Burada moykamiz. Yukarıda her birinde 2 polkadan bak. Böyle 2-3 ne bo'ladi? Birimizda vichka bo'ladi, gazimiz bo'ladi ekan, promoy. Xolasa, yana tayyor. Buning patologiyada ishlaganimiz sababi orqasida turbolar bor ekan, korpusning nasidan shu turbani yashirib berish uchun shunday ishlab berdik. Arkasında turbolar var. Ishlab berdik.